Assalomu alaykum. Global Voice kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz ekologiya va inson salomatligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik haqida fikr yuritamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Yer yuzida fasod qilmang" deb. Chunki yerga qilingan har bir zulm oxir oqibat insonning o'ziga qaytadi deb marhamat qilingan. İnson nafasi hayotdir. Biz har kuni minglab marta nafas olamiz. Agar havo toza bo'lsa, tanamiz kuchli bo'ladi. Agar havo iflos bo'lsa, kasallik boshlanadi. Bugun dunyoda qancha inson nafas yo'llari, o'pka va yurak kasalliklaridan aziyat chekmoqda. Sabablaridan biri ifloslangan havo va iflos suvdir. Zavodlar tutuni, mashinalar chiqindisi, daraxtlarning kesilishi, bularning barchasi inson salomatligiga zarba beradi. Nafas olish ibodatdek ne'mat. Uni iflos qilish omonatga xiyonatdir. Suv hayot manbaidir. Inson tanasining katta qismi suvdan iborat. Qonimiz, hujayralarimiz, ichki a'zolarimiz barchasi suvga bog'liq. Iflos suv ichiladigan joylarda oshqozon, ichak, jigar, buyrak kasalliklari ko'payishi bejizga emas. Islomda esa poklik iymonning yarmidir deyilgan. Toza suv sog'lom tananing asosidir. Suvni iflos qilish faqat tabiatga emas, inson hayotiga qilingan jinoyatdir. Yer va tuproq rizq manbai hisoblanadi. Biz yeydigan har bir non, har bir meva shu yerdan chiqadi. Agar tuproq zaharlansa, oziq-ovqat ham zaharlanadi. Kimyoviy o'g'itlar, sun'iy mahsulotlar inson tanasini asta-sekinlik bilan zaiflashtiradi. Tabiiy, halol va pok rizq esa sog'lom avlodni tarbiyalaydi. Yerni asrash rizqni asrashdir. Rizqni asrash esa salomatlikni asrashdir. Ekologiya faqat jism salomatligi emas, bu ruh salomatligi hamdir. Tabiat qo'ynida inson qalbi tinchlanadi. Daraxtlar, oqib turgan suv, qushlar ovozi ruh uchun shifodir. Alloh taolo tabiatni inson uchun taskin qilib yaratgan. Xulosa qilib aytganda, tabiatni asrash o'z salomatligimizni asrashdir. Ekologiyaga beparvolik kelajak avlodga xiyonatdir. Har birimiz qodir bo'lganicha hissa qo'shaylik. Atrofni iflos qilmaylik. Suvni isrof qilmaylik. Daraxt ekishni odat qilaylik. Tabiatga mehr bilan qaraylik. Chunki bu amallar ham ibodatdir. Sababi insonga foyda keltirgan har bir ish savobdir. Toza havo va toza suv o'qol doriga qaraganda 1000 marta yaxshiroqdir. Bunga misol qilib shifokorlarni aytgan so'zlarini eshitsak bo'ladi. Bemorni bir qancha o'qol dorilar bilan bir necha oylab davolaydi. Agarda kasal yaxshi bo'lmasa, endi siz havo almashtirib kelishingiz kerak deb maslahat qiladi. Bu haqiqat. Siz Zominga, Oqtoshga, Qafqazdagi tog'li hududlarga yoki Shveysariya davlatlariga borib 10 kun mobaynida toza havodan nafas olib, toza suvlardan ichsangiz, kasalingiz tuzalib, ruhiyatingiz yengil bo'ladi. O'zingizni yaxshi his qilasiz. Shuning uchun ekologiyaga befarq bo'lmaslik kerak. Bu videomiz ko'proq insonlarga yetib borishligi uchun like bosib, obuna bo'lib, yaxshi ko'rgan insonlaringizga tarqatib qo'ysangiz, insonlar salomatligiga va
ekologiya yaxshilanishiga qo'shgan hissangiz bo'ladi.